Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed Korrektor Abduvali Sayed Bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon Xudomu qonuniyatlarmi İntizam dalilida kelgan bayonlarda ma'lumki, islom aqidasida ta'kidlanayotgan aqida bilan qonuniyatlarning tabiatini to'g'ri izohlovchi, shundaqla qonuniyatlarni o'rnatgan kuchning borligiga guvohlik berguvchi ilm-fan olimlari ta'kidlayotgan nuqtalar birdaklikka ega. Ya'ni mazkur yo'nalishdagi ilm-fan olimlari qonuniyatning yaratilmaydiganligini ta'kidlaganidek, islom aqidasidagi qonuniyatning yaratquchi emas, balki yaratquchi tarafidan o'rnatilgan narsa ekanligini ta'kidlab kelgandir. İslam aqidasida yaratquchi va yaralg'uvchi orasidagi chegara to'liq aniq va ro'shan. Shunga dalillab o'tganimizdek, islom aqidasida koinotni barpo qilguvchi, uning intizomini o'rnatquchimi shak shubhasiz Alloh taolodir. Allama Sha'raviyning mono so'zlari islom aqidasining bu vaqtdagi mavqesini to'liq negizlik bayon qilib bergan. Koinotdagi jami narsalar Xudoning yaratishi bo'lgan ekan, tahqiqki koinotning qonuniyatlarimi Allohning yaratishidan jadda emasdir. Koinotda hukm surayotgan qonuniyatlar darvaqa Allohning o'rnatish doirasida bo'lib, bulardan faqat Alloh o'zi izni qilib insonning ixtiyorligiga topshirgan narsalarla mustasno. Koinotda yo'lga qo'yilgan qonuniyatlarni Xudo o'rnatganidek, shay'larni harakatlantiruvchi sabab omillarni Xudo o'rnatgan. Shunga quyosh, ay, yulduz va zamin qatorliqlar insonlar bekitgan qonuniyatga emas, ilohiy qonuniyatga ergashadi. Yaratgan zot ashu maxluqotlarga koinotdagi vazifalarni o'rnatish uchun intayin yuksak qonuniyatlarni o'rnatgandir. O'z davrining gigantlaridan Imom Ibn Rushd mundaq deydi: "Shay'larni Allohdan boshqa barliqqa keltirgan tub sabab yo'qdir. Barhaqki, sabab qonuniyatlarni o'rnatquchimi Allohdir. Sabab qonuniyatlarning sabablanguchiga ta'sir ko'rsatishimi albatta Allohning izni va uning ashu sabab qonuniyatlarning mavjudligini qo'g'dab turishidan bo'lgan." Doktor Amir Sharif Xudo va qonuniyat munosabatiga tushuncha berib mundaq deydi: "Shubhisizki, Xudo mavjudiyatni uzluksiz qonuniyat asosida va qonuniyat vositasi orqali idora qilib turadi. Tortish kuchi qonuniyatini olib aytsak, tortish kuchi o'zligidan ishlamaydi, balki Xudo har lahzada uning kuchini asliga keltirib turadi. Bu xil ahvol boshqa barliq qonuniyatlardami o'xshashdir. Navoda Xudo mavjudotni izchil shaklda idora qilib turmaganda edi, tortish kuchi va boshqa kuchlar hamda tabiat qonuniyatlari qo'shilib xizmatdan to'xtagan bo'ladi. Balki tabiat o'zini o'zi vayron qilib tashlaydi. Darvaqa Alloh har lahzada va izchil tarzda tabiat va uning qonuniyatlari orqasida uni idora qilib turadi." U yana mundaq deydi: "Musulmonlarning aqidasi shuki, Xudo koinotni idora qilib turg'uchidir. Ya'ni Xudo olamni yaratish va har lahzada tabiat qonuniyatlarini aktivlash orqali himoya qilib turadi. Xudo olamdan bexud emas." Darhaqiqat, yuqorqi bayonlar bizga Qur'on Karimda kelgan o'sha bu oyatlarni eslatadi. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Baqara surasi 255-oyat. Biz haqiqatan ustonlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan bexud emasmiz. Mu'minun surasi 17-oyat. Va yana Alloh haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati bilan tushib ketishdan saqlab tutib turdi. Inson surasi 2-oyat. Demakki, islom aqidasida Alloh olamni va uningdagi barliq mavjudotni yaratib, hamda yaratish bilan birga qonuniyatlarni o'rnatib bo'lib, orqadan ularni o'z holiga tashlab qo'ygan emas, balki Alloh qonuniyatni yaratquchi hamda qonuniyat asosida maxluqotni idora qilib turg'uvchi tangdoshsiz zotdir. Mana bu o'z navbatida yuqorqi temada bayoni o'tgan Xudoning mavjudiyatini iqror qilguvchi, mavjudotni va mavjudotda hukm surayotgan qonuniyatni Xudoning yaratganligiga chin putkichi ilm-fan olimlarining qanoatining o'z aynisidir. Buni yana ilm-fan olimlarla emas, g'arbdagi ilm-fan natijalariga ko'ngil bo'lgan mashhur faylasuflarmi yuqorqiga o'xshash qanoatni ilgari surmoqda. Oxford Universiteti falsafa fanlari professori John Foster o'zining Xudo qonuniyatning yaratquchisidir temasini asos qilgan mashhur asarida bu vaqtda o'z qanoatini bildirib mundaq deydi: "Biz tabiat qonuniyatining mavjudligini muqarrarlashtirgan ekanmiz. Hukm surayotgan bu intizomning manbasini hammadan hikmatlik va qudratli Xudoning mavjudligi orqali izohlash oddiy va mukammal ravishdagi izoh bo'lishi kerak." Mashhur faylasuf Richard Sevenbern intizom daliliga ilova qilib mundaq deydi: "Alayliq
biz barliq jismlarni tortish kuchi qonuniyatiga asosan bir-biriga tortib turdi degan ekanmiz. Albatta bu yerda masalani har bir jism tortish faoliyatida hech bir prinsipsiz tasaddibiy holda bir-birini tortib turishini taqozo qilgan yoki bo'lmasa insonlar jismlarning faoliyatidagi tartibsizlikni go'yo qonuniyatda qarab olganlikdan shundoq bilinayotgan gap degandek qiynalishlar o'rniga jismlarning hammasining tortish kuchi qonuniyatiga uyg'unlashishi aslida hammasining bir manbadan kelganligining ifodasi deb qarashimiz logikaga eng uyg'un va eng qulay yo'ldir. Faylasuf Antoni Fulo yuqorqi naqlga ishora qilib mundaq deydi. Richard Sevenberg bu yerda John Fosterning olamdagi qonuniyat nizomlarining eng ilg'or izohati samaviy dillar hikmatlik va qudratlik deb sifatlab kelayotgan xudo bo'lishi lozim degan qarashi bilan o'xshash fikrda. Undaqda bu vaqtda materializmchilarning qandaq e'tirozlari bor? Afsuski, davrimizda bir qism materializmchilar olamda qonuniyatning mavjudligiga va bu qonuniyatlarning bir intizom o'rnatquchiga, uni yaratib bo'lib, ustilab muhofazat qilib turg'uchiga muhtoj bo'lishining haqiqatligi aniq bo'lishiga qaramay, olamning paydo bo'lishini qonuniyatlar keltirib chiqargan. Tabiatdagi barliq narsalarni maydonga keltirgani qonuniyatlardir, xudo emas degan da'volarni o'tirg'a qo'yishdi. Shaksizki, bu tür da'volar qonuniyatning roli bilan qonuniyatni o'rnatquchi o'rtasidagi munosabatni aralashtirib etishdan kelib chiqqandir. Bu da'vo yana qonuniyatlar bilinsa, uning o'rnatquchisini bilishga hojat qolmaydi, sapsatsiga chetiladi. Darvaqa qonuniyatlar bar holatda olamning o'zini o'zi yaratishga kifoya ekanligi, ya'ni olamning yaratquchisining xudo emas, balki koinotning shakllanishi keltirib chiqargan qonuniyatlar ekanligini da'vo qilguvchi materializmchilar haqida so'zlashga to'g'ri kelsa, buningga yanada Stephen Hawkingni o'rnak sifatida misol qilishga to'g'ri keladi. Kitobxonlarga ma'lum bo'lganidek, Hawking 2010-yili eng buyuk loyiha nomli kitobida va boshqa ijtimoiy tor va media vositalarida e'lon qilgan so'zida koinotni yo'qdan paydo qilib shakllantirishga fizikalik qonuniyatlarning yetadiganligini, hamda Xudoning mavjudligiga hojat qolmaganligini aytadi. U mundaq deydi: "Bu yerda tortish kuchidek bir qonuniyat bor ekan, koinot o'zini o'zi yo'qdan bar qila oladi. Yo'qlikdan barliqqa kelishdagi sabab o'zligidan yorilishdir. Undaqda koinot nima uchun mavjud? Biz nima uchun mavjud bo'ldik? Bu savollarni deb yarilish piltisiga o't yoqish va koinotning davomlashishini tushab qo'yish uchun atayin Xudoni shibga keltirib yurishning amdi zaruriyati qolmadi. Qonuniyatning yarata oladiganligini da'vo qilish garchi ancha ko'ni gap bo'lmasa-mu, ammo qonuniyat bilan Xudoning tabiatini aralashtirib etish, mexanizmi bilan mexanizmning injeneri orasidagi farqni ayirmaslik xohishi materializmchilarda uzundan beri saqlanib kelayotgan xatoliklarning biri. Bo'libmi, Hawkingdek davr olimlarining mushundaq bir sapsatini ko'tarib chiqishi kishini afsuslantirdi ham taajjubga soladi. Hawkingchi bo'lganda moddadan qonuniyatlar o'rtaga chiqmasdan qonuniyatlar moddani paydo qilish kelib chiqadigan bo'lib, amaliyotda bu qonuniyatlarning tabiati nuqtasidan butunlay aqlga uyg'un bo'lmagan ahvoldir. Yana bir nuqtadan qaraganda, Hawkingdek materializmchilarning ilgari surayotgani qonuniyatlarning mavjud bo'lishi qonuniyat o'rnatquchiga ehtiyoj tushirmaydiganligini da'vo qilishga olib boradi. Bu o'xshashlar ilmiy va mantiqiy xatolikqa ko'z yumishdan kelgandir. Undaqda qonuniyatning tabiati yaratishga qodirmi? Qonuniyat deganlik nimani ko'rsatadi? Uning qanday roli bor? Fizika olimi Arthur Marsh mundaq deydi: "Yangi fizikadagi qonuniyatlar sezgu orqali bilishdan butunlay yiroqdir. Qonuniyatlar amaliyotda shay'iy modelining hozirini kelajagiga bog'liqli bo'ladigan matematikalik ta'limlardan boshqa narsa emas." Fizika olimi Paul Davis mundaq deydi: "Shuni idrok qilishimiz muhimki, qonuniyatlarning o'zila olamni butunlay tasvirlab bera olmaydi. Bizning qonuniyatlarni sirg'ib chiqarishimizdagi umumiy nishon o'xshamagan fizikalik hodisalarni bir-biriga bog'lash xolos." Oxford Universiteti fan falsafasi va matematika olimi professor John Lennox Hawkingning tortish kuchi qonuniyatini olamning o'zini o'zi yarata olishidagi omil qilib ko'rsatishiga qarata to'xtalgan so'zida mundaq deydi: "Nazariya yoki qonuniyat biror shay'ini yarata oladi degan da'vo amaliyotda nazariya va qonuniyatni xato hazm qilishdir. Alayliq, Quyosh har kuni sharqdan chiqadi. Ammo bu yerdagi qonuniyat Quyoshni va ya zaminni yarata olgan emas. Qonuniyat sifatlaydi, oldin bishorat beradi, ammo yaratmaydi. Newton bayqagan tortish kuchi qonuniyati tortish kuchini yaratgan emas, balki tortish kuchi qonuniyatining o'zimi tortish kuchining mohiyatini izohlashga yaramaydi. Ilm-fan sohasidagilarga sir emaski, qonuniyatning yarata oladiganligini ishorat qilish qonuniyatning tabiati va xarakteriga doir ilmiy prinsiplarga zid keladi.
Qonuniyatning roli yo'qni bar qilishdagi omil bo'lolmaydi. Qonuniyat faqat bor narsani ta'birlab beradi va tajribadan natijani oldin bishorat beradi. Matematikalik tanlamalar dal buning quroli. Fizika olimi doktor Artur March bu nuqtani izohlab mundaq deydi. Qonuniyatlar biz ishlagan butkul tajribalarda natijani oldin bilishga ega qilguvchi tanlamalardir. Doktor Haysam qonuniyatning o'z oldiga yaratish kuchi bo'lmaydiganligi va uning rolining qandaq sharoit ostida joriy bo'lganligi haqida to'xtalib mundaq deydi. Qonuniyat degan belgilik muhit ichida yuz berish mumkin bo'lgan hodisani matematikalik ta'birlashdan iborat. Qonuniyat moddaning paydo bo'lishiga ergashadi. Qonuniyat o'z rolini joriy qildirish uchun cho'qim mundaq ikki narsaga muhtoj bo'ladi. Birinchi, mazkur qonuniyat o'z faoliyatini tatbiqlashga keraklik vaqt. Ikkinchi, mazkur qonuniyat o'z xizmatini o'rinlaydigan modda. Masalaning yiltizig'i cho'kkanda Xavkanning koinotni qonuniyat barliqqa keltirganligi haqidagi bayonlarida biz uning bilan olam qonuniyat asosida barliqqa kelgan, qonuniyat olamni shakllantirgan degan nuqtada o'rtaqmiz. Ammo qonuniyatni Xudoning o'rniga dasitish, qonuniyatning mavjudligini Xudoning mavjud emasligining dalili qilib ko'rsatish, mundaqcha aytganda, qonuniyat olamni barliqqa keltirdi, yaratdi, shunga Xudoga hojat qolmadi degan nuqtada o'rtaq emasmiz. Agar bizmi Xavkanning mantiqasi bo'yicha uning tartish kuchi bor yerda olam o'zini o'zi yaratishga kifoya, Xudoga amda hojat yo'q degan qarashiga javob qaytarib, xuddi uning atalmish o'rinliq deb qaragan olamni Xudo yaratgan bo'lsa, Xudoni kim yaratibdi ekan degan savolni uning o'ziga qaytarib bersak va uningga undaqda olamni tartish kuchi yaratgan bo'lsa, tartish kuchini kim yaratgan degan savolni tashlasak, albatta bu uning mantiqasi bo'yicha o'rinliq bo'lgan bo'ladi. Bundaq bir paradoksni Xavkanga yarashtirish garchi qiyin bo'lsa-mu, olimlar aytganidek mantiqsizlik va ilmiysizlik gigantlardan sodir bo'lsa-mu, u baribir mantiqsizlik va ilmiysizlikdir. Demak, qonuniyatni yarattiqqa chiqarish fikrida masalaning omili bilan mazkur omilning dastlabki illati va sababini aralashtirib o'tish hodisasi Xavkan misoli materializmchilarda umumyuzlik sodir bo'lib kelayotgan ahvollardir. Masalaning omili bilan uning dastlabki sababchisining farqiga kelsak, buningda reaktiv dvigatel bilan uning injeneri yoki mashinsozlikda ishidan yanadigan dvigatel bilan uning loyihaliguvchisi o'ttirisidagi farqni bilishla qonuniyat bilan qonuniyat bekituvchi o'ttirisidagi farqni ayirishga kifoyadir. Buni Xavkan sodir qilayotgan logikalik va ilmiy xatolikni tushunishdagi eng gavdalik va ro'shan misol deyishga bo'ladi. Xavkan go'yo bu nuqtada ya qonuniyatni yoki Xudoni tanlash lozimligini ilgari surayotgan va Xudo o'rniga qonuniyatni tanlashni munosib qarab olgan bo'lsa-mu, ammo bu bir xil aralashtirib etish va eziqtirish tusini olgan xato mantiqidir. Tanlash o'xshash tanglikdagi ikki narsa orasida bo'lmagan ahvolda bundaq tanlashni mantiqsizlik demay chora yo'q. Tanlash mubada biri yana birining o'rnini to'ldira oladigan narsalar orasida bo'lganida edi, bu xil tanlash logikaga uyg'un keladi. Biroq reaktiv dvigatel bilan uni loyihalab o'rnatgan injenerning qonuniyat bilan qonuniyat o'rnatquchining farqi aniq tursa-mu, birini yana birining o'rnini to'ldira oladigan o'xshash tanglikdagi narsa ko'rsatib, Xudoni tashlab qonuniyatni, injenerni tashlab dvigatelni tanlash mantiqsizlikdir. Balki bu masalada reaktiv dvigatel injenerga, qonuniyat uni o'rnatquchiga muhtoj. Darvaqa bu xil xatolikni logika va falsafadagi kategoriya xatoligi sodir qilib, xatoga dasslash formulasining o'zi deyishga bo'ladi. Professor John Lenakis bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi. Xavkan amaliyotda yaratquchi va qonuniyatdan iborat bir-biridan butunlay farqlanadigan ikki ishni hayron qalaloq shaklda aralashtirib o'tgan. Xudo bo'lsa koinotning mavjudligining izohati. Ammo u koinotning fizikalik qonuniyatlarining izohatidan mustaqil ayrim izohatidir. Masalani yanama yuritib aytsak, navoda bizda bir reaktiv dvigatel bor bo'lib, bizga uni tushuntirib qo'yish taklif berilsa, biz gapni uni yasab chiqqan Franik Vitteldan boshlandik yoki Xavkanning izidan mengib reaktiv dvigatelni tabiatning fizikalik qonuniyatlari maydoniga keltirgan deb qarab o'tiramdik. Amaliyotda kishilarga mazkur narsaning ikki turli tafsiridan qaysini tanlash eng munosib deb savol qo'yish bema'ni bir ish. Chunki menda tanlash fursati yo'q. Chunki biz dvigatelni izohlashda qonuniyatga uni loyihalagan injenerga muhtoj bo'lamiz. Hamda koinot masalasiga qaytib kelsak,
bizda qonuniyat va xudo ikkisidan birini tanlash mumkinchiligimiz yo'q. Chunki koinotni yaratganmi, uningdagi qonuniyatlarni o'rnatganmi xudo. Aniqini aytganda, xudo bilan ilm-fandan birini kishilarga tanlatish aql insonning qiladigan ish emas. Fizikalik qonuniyatlar reaktiv dvigatelning qanday faoliyat qiladiganligini sharhlab bera oladi. Ammo u dvigatelni maydonga keltirgan tub sababni, uning ijod qilinishi uchun Frank Whittle apandidek bir kashfiyotchining farosati va tasavvuriga muhtoj ekanligini izohlab bera olmaydi. Texi bo'ri kifoya qilmaydi. Balki dvigatelning maydonga kelishi uchun u putib chiqqan va qonuniyatlarni yaratolmaydigan moddaning bo'lishi asosiy talabdir. U yana mundaq deydi: Newtonning harakat qonuni texi biror qatim bilyard tashini ittirib baqqani yo'q. U yana mundaq deydi: Alayliq, navoda men banka hisobimga $100 pul qo'yib, uning yana $100 qo'shsam, natija 1 qo'shilgan 1 tang 2 bo'ladi. Qonuniyatiga asosan $200 bo'ladi. Halbuki matematikalik qonuniyat bu yerda mening iqtisodimga $1 qo'shib qo'yishga aralasha olmaydi. Shunga deymanki, qonuniyatlardan nijotlik izlash yaratquchining mavjudligini e'tirof qilishdan qachishdagi bir turlik ahamiyatsiz urinish xolos. Doktor Amir Sharif qonuniyatning roli va uning xarakteri haqida to'xtalganida John Lennoxning yuqorqi misollarini biroz kengaytma tusida sharhlab mundaq deydi: Biz tabiatning maydonga kelishidagi qonuniyatlarning haqiqiy rolini ko'rib o'tmoqchi bo'lganmiz. Biz buni mundaq ikki turlik misol orqali tushunishimizga to'g'ri keladi. Birinchi, Newtonning harakat qonuni bilyard tashining yo'nalishini tushuntirib bera oladi. Ammo bu yerda bilyard tashini harakatlantirayotgani bilyard o'ynag'uchining qo'lidagi tayqidir. Shubhasizki, qonuniyatlar ma'lum makon va zamonda kuch bo'lib ta'sir ko'rsatadigan mavjudlikqa muhtoj. Amaliyotda qonuniyatlar modda, energiya, makon, zamon qatorliq 4 xil omil mavjud bo'lmay turib xizmat qila olmaydi. Balki bu 4 narsasiz qonuniyatlarmi mavjud bo'lmaydi. Ikkinchi, matematikalik eng oddiy qonuniyat 1 qo'shilgan 1 tang 2 tanglamasini elib aytsak, ajaba 1 ga 1ni qo'shsa 2 bo'ladi. Dan iborat bu qonuniyat ma'lum narsani ijod qila olamdi. Masalan, agar men bankaga 1000 so'm pul qo'yib, har hafta o'tgandan keyin yana 1000 so'm qo'ysam, mazkur qonuniyat pulimning 2000 so'm bo'lganligini belgilab berdi. Biroq men pul qo'yish mashg'ulotini qilmagan taqdirdami, mazkur qonuniyat barturug'liq iqtisodim yana shu 2000 so'mlik holatini saqlab turaveramdi. Ro'shanki, tabiat qonuniyatlari koinotni yo'qdan bar qildi degan da'vo bir turlik divanlarcha xiyol xolos. Ajaba buni tutamsiz amal deb ta'riflamay nima degulik? Shubhasizki, nazariyalar, qonuniyatlar ishlarning yo'nalishini uning inchik taraflariga qadar sifatlab bera olasimi, ammo u shay'ini yo'qlikdan mavjudlikqa olib chiqa olmaydi. Doktor Amir Sharif yana qonuniyatlarning yaratilmaydiganligi xususida mundaq deydi: Tabiat qonuniyatlari kishiga reaktiv dvigatelning qanday xizmat qiladiganligini sharhlab bera oladi. Ammo bu hargizmi dvigatelni kashf qilguvchining borligini inkor qilmaydi. Tabiat qonuniyatlarining dvigatelni yasash xizmatini olib bormaganligiga gap ketmaydi. Balki bu qonuniyatlar loyihalaydigan, uni mavjudlikqa olib chiqadigan va uning faoliyatiga kuch beradigan biriga muhtoj. Shundaqla bu yerda mazkur qonuniyatlar tatbiqlanayotgan hamda Frank Whittle yasagan dvigatelning xam materiali bo'lishi lozim. Shaksizki, modda tabiat qonuniyatlaridan baxilib chiqqan emas. Biz navbatda tunji sabab modda va moddaning faoliyatini kontrol qilib turayotgan qonuniyatlardan iborat 3 narsa oldida turibdimiz. Qonuniyatlarning har qanday ishni qo'zg'atishdan ojizligida shak yo'q. Qonuniyatlar faqat muayyan sharoitda yuz berish mumkinchiligi bor ahvollarning matematikalik sifatlari xolos. Matematikalik qonuniyat deydi-ki, navoda sen A bo'lsa, cho'qimki sen B ga erishsan. Biroq buning uchun oldi bilan senda cho'qim A bo'lish kerak. Bu nuqtadan qonuniyatlarning moddani yasab chiqishini, energiya yaratishini va o'zini o'z yezib aktiv holga keltira olishini tasavvur qilishlar mohiyatda sog'lomlikni yo'qotgan ilmiy fantaziyadan boshqa narsa emas. Yuqorqilar qonuniyatlarning roli va uning tabiatini tushunishga yetarli izohlardir. Albatta, olamda qonuniyatning borligining o'zi qonuniyat o'rnatquchining mavjudligini tushuntirishga va dalil qilishga yetarli tursimi, atizmchilar ilm-fan haqiqatlari oldida Xudoning mavjudiyatini tan olishdan qochishga urinib kelmoqda. Biroq qochgan sari shuncha o'zlaridagi ojizlik va bo'shliqning darajasi zo'rayib bormoqda. Xulos qilib aytganda, qonuniyat va intizom daliliga kelgan mazkur e'tiroz o'z-o'zidan quruq tasavvur bo'lib, olamni, hayotlikni asla qonuniyat yaratgan emas. Shundaqla ular qonuniyatsiz yaralganmi emas, balki qonuniyat asosida Allohning yaratishi bilan yaralgandir. Bu yerda yana bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, Havkaning tortish kuchi bor yerda Xudoga hojat yo'q deyishidagi mantiqini izohlashda, uning mazkur nuqtai nazarini ko'p sonli koinot farzini izohlovchi M nazariyasi.
M teoriyaga bağlab izohlashga urinishdir. Bo'libmi, uning ilm-fandan xalqqa falsafaviylikka qarab ilgirlagan bir nazariyani tartish kuchining qayerdan kelganligiga javob sifatida o'ttirg'i qo'yishi uning buyuk loyiha kitobining beshidil kesib aytgan atalmish falsafa o'ldi shu araga zid yo'l tutganligini ko'rsatib qo'ydi. Bumi bir nuqtadan uning tanqidga yo'liqishini keltirib chiqardi. O'qirmanlarga ma'lumki, biz ko'p sonliq olam masalasiga ko'pchilik ilm-fan olimlarining qanday qaraydiganligini va buning ilmiy nazariya degili bo'lmaydigan darajada xiyoliy farazlar yig'indisi ekanligini ilm-fan olimlarining baholari bilan qo'shib bayon qilib chiqqan edik. Shundaqla Xavkanning bu vaqtdagi pozitsiyasiga o'z fikrimizni aytib o'tgan edik. Qaraydigan bo'lsak, Xavkanning tartish kuchidan iborat qonuniyat bor joyda Xudoga hojat yo'q, olam o'zini o'zi yo'qdan yaratib ketadi degan tashabbusi uning mazkur falsafasining ko'p sonliq olam nazariyasiga tayanib izohlashi bilan munosabatli ekanligi o'p-ochiq bilinib turmoqda. Shunga biz bu nuqtani nazarga olib, Xavkanning mazkur nazariya orqali yetmoqchi bo'lgan g'arazining nima bilan xulosalanganligi haqidagi ilmiy radiyalarni berib o'tmoqchimiz. Professor John Lennox mundaq deydi: Xavkan biz yashayotgan olamni ko'p sonliq olamning yaratganligini ilgari surguchi M nazariyasi haqida to'xtalib, olamning yarilishida odatdan tashqari kuchning mavjud emasligini, Tangriga qilcha hojat qolmaganligini, balki ashu koinotlarmi tabiiy fizikalik qonuniyatlar asosida maydonga kelganligini ilgari surdi. U yana mundaq deydi: Kainat haqiqatlari kainatimizda g'oyat inchki o'lchamlar bilan chambarchaslangan. Sho'nisi kainatning bundaq bo'lmasligi tamoman mumkin bir ish. Ammo undaq bo'lmadi. Kainatning bu xil qurilmada bo'lishida adazimchilarga asqatqudak biror pok topilmaydi. Albatta, ammo ko'p sonliq koinotlarchi, u koinotlarmi inchki qonuniyatlikmi? Agar ahvol shundaq bo'ladigan bo'lsa, Xavkanning da'vosi puttirab turolmaydi. Albuki ko'p sonliq koinot ta'limoti tabiat ilmiy tadqiqot doirasidan chiqib, Xavkan o'zi kitobining beshida o'limini jakarlagan falsafa doirasiga o'tib bo'ldi. Yana kelib, bu nazariyani qo'llamaydigan mo'tabar fizika olimlar bor. Ular ichida Xavkan bilan bir safda turib, Wolf mukofotini olgan fizika olimi Roger Penrose va mashhur fizika olimi John Polkinghorn bor. Shubhasizki, ko'p sonliq koinotning mavjudligiga ishongandan Xudoning mavjudligiga ishonish logikaga natcha hassa uyg'un. Demak, Xavkanning qonuniyat olamini yaratadi. Bu qonuniyatning manbasi ko'p sonliq koinot deyish orqali xudosizlik ideyasini navbatda arzimas qarab berayotgan nazariyalarga o'rash orqali isbotlashga urinishi yuqoridagi tanqidlardan saqlanolmadi. Bu yerda yana Xavkanning moddiy olam qonuniyatlarini bayqash qurollini modda emas mavjudiyatga, ya'ni Xudoga qo'llanish orqali texi isbotdan o'tmagan nazariyalarga tayanib, xudosizlikni ko'tarib chiqqanligi nuqtasidan tanqidlaganlarmi bor. Kolumbiya universiteti nazariyaviy fizika olimi Peter Voigt bu haqda kaskin fikr berganlarning biridir. U mundaq deydi: "Men fizikaga Xudo masalasini qistirib olishni yaqinlab ketadiganlardan emasman. Ammo Xavkanning M nazariyasiga o'xshash eqish aqmasligi gumonliq, amaliyotchanligi bo'sh bir nazariyani qurol qilib olganligiga qarab, uning din va ilm-fan jidiliga kirishiga buncha kuchab ketganiga ancha hayron bo'lib ketmadim." Yana bir nuqta shuki, navoda ko'p sonliq koinot nazariyasi kelgusida Xavkan da'vo qilgan bo'yicha rost bo'lib chiqib, ilmiy jihatdan isbotlandi degan taqdirdami, biz burun qayd qilganimizdek, Xavkan tarafdorlarining shuncha ko'p koinot ichida bizning koinotimizning hozirgidek shakllanishiga nima sabablar munosib kelib qolganligini tushuntirib qo'yishiga, shuncha koinot ichida hayotlikning faqatla mushu birli koinotga mos kelib qolganligini ilmiy isbotlar orqali sharhlab berishiga to'g'ri keladi. To'g'risi shuki, agar bu nazariya isbotlangan taqdirdami, navbatdagi olamning ashu ko'p koinotlardan sirg'ib chiqqanligi uning ashularning yaratishidan ekanligini asla ko'rsatib bermaydi. Shunga deymizki, ko'p koinotlar yaratilmaydi, qonuniyatlar yaratilmaydi. Professor John Lennox ko'p sonliq olam ta'limotini qo'llovchi M nazariyasi haqida mundaq deydi: M nazariyasini olib aytsak, u fizikalik qonuniyatlarning nimishqa aslida hozirgidek ekanligiga javob beradigan bir nazariya. Xavkan odatda buni Einstein tepishni arzu qilgan birlashtiruvchi nazariya shu deb ataydi. Navoda buni ashu nazariya shu degan taqdirdami, bu nazariya Xudoning mavjudligini bekor qilib tashlay olmaydi. Xavkanning o'quvchisi bo'lgan va uning bilan tadqiqot maqola yozishga ishtirok qilgan fizika olimi Don Page mundaq deydi: Navoda M nazariyasining to'g'riligi isbotlangan taqdirdami, ko'p sonliq koinotning bo'lishi Xudoning mavjudiyati bilan zidlashib qolmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, M nazariyasi faqatla nazariya xolos. U hech qachon yaratquchi emas. U faqat olamning paydo bo'lish nazariyasidagi bir yoki bir qancha ssenariy ichidagi bir tafsilot xolos. Texi isbotdan o'tmagan bu nazariyani mubodo to'g'ri deb turgan taqdirdami, M nazariyasi ashu koinotlardan birarsini yaratgan emas. Xavkanning so'zidami mazkur nuqta
mushu nazariya farqli koinotlarning bo'lishiga yo'l ochadi degan iborada ilg'i qilindi. Bu yerda yo'l ochadi deganlik yaratdi deganlikni asla ko'zda tutmaydi. Shundaqla shay'ining mavjud bo'lishiga yo'l qo'ydi deganlikmi mazkur yo'l qo'yg'uchi ashu koinotni yaratgan deganlik bo'lmaydi. Balki bu yerda mazkur nazariyadan ashu koinotlarni maydonga keltirgan mexanizma ko'zda tutilgan xolos. Qisqasi, Xavkanning kitobining markaziy ideyasi Xudoning mavjudligiga hojat yo'qligi ideyasi ustiga qurilgan bo'lganligi uchun oxirga berib bu Xavkanning ana shunday bir talay quruq gaplarni yasab chiqishini keltirib chiqardi. U yana mundaq deydi: Xavkan navoda Xudoning mavjudligini e'tirof qilishdan qochmoqchi bo'ladi ekan, ko'p sonliq olim nazariyasi uning uchun sig'inishga ancha boy joy emas. Gapning negizi ilm-fan qonuniyatdan tashqari ishlarning bo'lishini inkor qilmaydi va inkor qilolmaydi. Dalil isbotdan nima natija chiqsa, hatto bu natija tufayli boshdagi aqidamiz yemirilib ketadigan ish bo'lsa-mu, oxirga qadar dalil isbot boshlab olgan natijaga tayyor turish logika talabiga uyg'un va mutaassiblikdan xoli aql egasining ishidir. Biz o'g'zida chashqan bar desak, buni avval o'g'ziga chiqib chashqan barchani aniqlamay turib bilolmaymiz. Deb kelsak, ba'zilar uyning o'g'zida chashqan tepilishidan bakrak, osmondan Xudoni tepilishdan qo'rqyotadi. Mana bu Xavkanning qonuniyat mavjud ekan, Xudoni ship keltirishning hojati qolmaydi ideyasini aqlash uchun ilm-fan niqobi ostida taratgan safsatasi va falsafani o'ldi deb turib satgan falsafasi haqida ilm-fan olimlarining bergan tanqidlari. Shuni eskartmak kerakki, Xavkandek ilm-fan olimining turli nazariyalarga tayanib Xudo yo'q deydigan natijaga berishi ilm-fan kasbiy axloq nuqtasidanmi noto'g'ri pozitsiyadir. Chunki ilm-fanning o'zi koinot haqida og'zi burnig'icha g'aybiy farazlarga, metafizik tahlillarga to'shaq turgan ahvolda Xavkanning mazkur kitobini Xudodan iborat koinotdan butunlay farqli bo'lgan bir mavjudiyatni, yana kelib moddiy olamni tushunish quroli bo'lgan ilm-fan orqali modda bo'lmagan bir haqiqatni, ya'ni Xudoni inkor qilish bilan yakunlanishi ilmiy va axloqiy nuqtadan uning o'z kasbiga va ilmiy metodiga muxolif yo'l tutganligini ko'rsatib berdi. Professor John Lenakis gumoniy va haqiqatlanmagan nazariyalar orqali bo'libmi ilm-fan metodida qayta tajriba qilish, sinash mumkin bo'lmaydigan masalalar haqida oxirgi yakunni chiqarishga oldirmaslik kerakligini eskartib mundaq deydi: ilm-fanning koinot va hayotlik kabi paydo bo'lish jarayonini qayta tajriba qilg'ili bo'lmaydigan ayrim sohalarga kirgan vaqtda masalaning eng qoyil qilarliq izohatini izlash intayin muhim. Shunga Xudoning mavjudiyatini isbotlash masalasida chiqayotgan natijalarga qayta murojaat qilib ko'rish hamma qoyil bo'ladigan ilmiy pozitsiyalardandir. Xavkanning kitobining beshidala falsafaning o'limini jakarlab, ilm-fanning uni dabna qilayotganligini davron salishi hamda kitobning oxirida ilm-fan orqali Xudoni yo'q degan yakunga borganlik natijani o'ttirg'a qo'yishi falsafaviy nuqtadan faqat faylosoflarning emas, fizika sohasidagilarning diqqatini tortdi. Mundaqcha aytganda, Xavkan falsafa va ilm-fan sohasidagilarning ochiq va halol tanqidiga o'zi zo'rlab tutib berdi. Onun aldıranğularca chiqargan Xudo yo'q degan yakunini tanqid qilganlar ichida mushu asarning fizika va olamshunoslik sohalarida nopuz tiklagan ilm-fan olimlaridan biri bo'lgan Paul Davismi bor bo'lib, u Guardian gazetida e'lon qilgan maqolasida o'z tanqidini tuvandekcha o'tirib qo'ydi. Onun o'tirg'a qo'ygan qonuniyatlari isbotlag'ini bo'lmaydigan holatda tursa, ajaba biz buni abadiylik baxshandi sifatida qabul qilishimiz kerakmi? Uning o'rniga Xudoni qabul qilsak nimishqa bo'lmoqdak? Ma'qul. Cho'ng portlash yuz berganda qonuniyatlar qayoqda edi? Biz mushu nuqtaga borganimizda o'zimizni patqoq ichida his qilishga boshlaymiz. Fizika va astronomiya olimi Marcelo Gelizer mundaq deydi: oxirgi o'zgarmas nazariyaga yetib borganligini da'vo qilish fizikaningmi, tajribachilik hamda uchur yig'ishni asos qilgan ilm-fanningmi ana prinsip va ul qoidalarga ziddir. Chunki tabiatni bir butun o'lchaydigan qurol bizda yo'q. Bundaq ahvolda bizning eng oxirgi o'zgarmas nazariyaga erisha olishimiz mangu mumkin emas. Shunga har qatam qandaqdir to'satdan bir yangilik paydo bo'lib qolish fursati kelib turadi. Mana bu bizning fizik tarixida talay qatam boshdan o'tkazgan tajribalardan olgan darsimiz. Men shunda qaraymanki, insoniyat ma'lum shayga mundaq yetishi mumkin deganlarni tasavvur qilib olishimizning o'zi bir bema'ni da'vodir. Bu nuqtadan men Xavkanni endi Xudo va uning ishiga chat kirishni bas qilsgan degan qarashdaman. Dunyodagi nopozliq va dangliq jurnallardan Angliya ixtisosshunos jurnali Xavkanning buyuk loyiha kitobi haqidagi maxsus sahifasida uning qarashlarini tajriba qabul qilmaydi deb baholaydi va uning kitobi haqida mundaq bir ilovani qistirib o'tadi. Qarmoqqa bu kitobda falsafa ilm-fanning o'rnini olib qolgandek.
Mashhur fizik alimi Roger Penrose Hawkingning mazkur kitobiga baho berib mundaq deydi. Amaliyotda tor nazariyasi bo'yicha putib chiqqan bu kitob ilmiy haqiqatlarni emas, shirin o'y-xayollarni tashkil qilgan. Faylasuf William Kirig mazkur kitobga baho berib mundaq deydi. Kitobda ilmiy jihatdan yangilikqa doir hech nima yo'q. Kitob umumiy nuqtadan saf falsafaviy tahlil xolos. Bo'libmi, kitobning avvalgi 3dan 1 qismi shundaq. Masalaning g'alati tarafi bu xil jarayonni bizning Hawkingning kitobining birinchi betidala falsafa allaqachon o'ldi degan jakarasini bilib turayotgan holatimizda yuz berishidir. Doktor Amir Sharif Hawkingning mazkur kitobining ilm-fan doirasidan halqib falsafaviylashib ketganligi haqidagi fikrni quvvatlab mundaq deydi. Navada falsafaning sog'lomlik ahvolini tekshirib diagnoz qo'yg'ili bo'ladigan ish bo'lib, uning Buyuk loyiha nomli kitobini falsafaviy kuchi intayin ojiz degan diagnoz qo'ydigan bo'lsak, bu chaqda balkim Hawking o'zining falsafa o'ldi degan da'vosida to'g'ri qanoatda bo'lganligiga chin putishimiz mumkin. Ammo Xudoga shukrki, buyuk faylasuflar har zaman mavjuddir. Ular izchil o'zlarining ijodiy mafkuralari, cho'nqur tahlillari va to'g'ri yakunlari sahani to'ldirib turishmoqda. Biz Hawking haqida elib borgan tahlillarimizni buni so'zimiz orqali oxirlashtiramiz. Mabodo falsafa haqiqatan o'lgan bo'lganida Hawkingning kitobi quruq xam xayollar dovasidan boshqa narsa bo'lmagan bo'ladi. Ammo falsafa hali ham o'zining qiron holida turayotgan bo'lsa, demak Hawkingning o'tirg'i qo'yganlari xato va yolg'ondan boshqa narsa emas. Darvaqa, mazkur kitobning umum yo'nalishining xudosizlik ideyasini aqlash bo'lishi hamda uning ashundaq falsafaviy tahlillarga yo'g'rilgan bayonlar orqali ilm-fan nuqtasidan Xudoni yo'q deb jakarlash bilan tugallanishi haqiqatan kishini afsuslantirdi. Bo'libmi, bundaq bir pozitsiyani Hawkingdek nopozliq fan olamining ilmiy sohadagi mavqesiga yarashtirish qiyin bir masala. Biz mayli qaysi nuqtadan chiqish qilayli, faqat moddiy olamdan Xudodan o'zga boshqa bir o'rnak izlash yoki uning o'rnini to'ldiruvchi ikkinchi bir manbani izlash, oqibat materialistni moddani Xudo tutishga, dinsizni o'z nafs xohishining bandasi bo'lishga olib bordi. Faylasuf Antoni Filo xuddi Aristotelning ta'limi asosida aytganidek, haqiqat izlaguvchi dalil isbotni o'z xohishiga qo'mondon qilish kerakki, o'z xohishini dalil isbotning rahbari qilib olmaslik lozim. Mazkur prinsip asosida haqiqat izlash har bir haqiqat izlaguvchining izlaganlarini tepishdagi tunji qadamidir. Tunji qadam xato besilganida bo'lsa, mayli u bilim nuqtasidan allama bo'lib ketsin, nom shuhrat jihatdan dahiyaga aylanib ketsin, baribir lavildayotgan o'tni yo'ruqliq chaqlab, o'zini unuga atgan parvonadan farqi qolmagan biri bo'lib qoladi. Oxirida temimiz professor John Lennoxning Hawkingning mazkur kitobi haqida aytgan mono so'zlar bilan xotimalaymiz. Shuni aniq qilish lozimki, Xudoning mavjudligini dalillashda faqatla ilm-fan va tarix birdan-bir manba bo'la olmaydi. Chunki Xudo nazariya emas, balki u mukammal sifatlarga ega haqiqiy mavjudiyatdir. Uning haqida atrofliq to'xtalishga to'g'ri kelganda, Hawkingning mazkur kitobida keng jarayonlarga singishga to'g'ri keladi. Chunki hali ham millionlab inson Xudoning mavjudligi sababli o'zlarining hayotiga ma'no va qimmat bag'ishlaganligiga guvohlik berishmoqda.